Ibragimov, voy qalisiz, zo'r, chilonzor mo'stiga o'xshab uzun ekan qoshingiz. Yo, Nil daryosiga o'xshab uzun. Ozgina 90%da turibdi-ku. Yo'q. Da baliqni yaxshi ko'raman. Burjim baliq o'zi. Baliqni ko'rsam maza qilaman. Yog'da chirsillab qovurilayotganini ko'rsam vashshi maza qilaman. Uy. Baliq yegim kelib ketdi realniy. Baklava qoldimi menga? Qoldi sizga. Bir tarilka turibdi, bir tog'orasi bilan. Qani podarkani tashangda endi kecha aytdingiz-ku, tashab beraman deb. Shuncha yong'oq chaqib ichagingizni qoq qildim axir. Mehnatim singdi. Akula qanatidan stek yegani bormi? Sizammi unda? Boramiz. Bro yedmadimi? Ha, yedi. Yedi. Uydagilar mazza qilib duo qilib yeyishdi. Da paxlava pishirdim. Zo'r chiqdi. Paxlavani qilgancha bellarim bukilib, qo'llarim shukilib qoldi. Farruh aka, podarka tashab bering, akom. Tashab beraman dedingiz-ku. Podarka tashab beraman dedingiz-ku. Da, shunday bo'lsa kerak. Telefon ishlamagani yomon-da. Batta Farruh degani yo'q-ku. Boya bor edi, bir kiryapti, bir chiqyapti, qaqadir. Kecha akamni ichagini qoqib qilgan edim. Shu yong'oqni, paxlavani ko'rib maza ishqi ketdi yegisi kelib. Da, bor. Yoshim 18da. Ayol kishilar yoshini so'ramaydi. Yoshini so'radingizmi, dushmaniga aylanasiz. Oypar emas, Odinaxon. Hammaga beraman. Paxlava yeyuvchilarga zakazni paxla pishirib beraman. Zakaz qilasizlarmi axir? Zakaz qilsalaringiz beray. Da, 18ga ko'rganimga 28 yil bo'ldi do'sta. Gapirmang. Ayol kishi har doim yosharib yuradi-da, qari yuradimi? Yoshini tan olgan ayol kishi tez qariydi. Shuning uchun men hech qachon yoshimni tan olmaganman. Doim o'zim 18 yoshlardek his qilganman, 18 yoshman deb kelganman. Oynaga qaramam, 18 yoshman men, hali qarimadim deyman. Shunda qarimayman. Конечно. Qarish yo'q, qarish. Конечно. Yoshsiz-u hali. Конечно, hali yoshman. Qariganimcha yo'q hali. Omadingiz bo'lsin, rahmat. Podarka urib bering. Arab aka. Bitta kismeni хотя бы urib bering. Bitta pochin qilib berib keting. Zora orqangizdan baraka yog'ilib kelsa, inshaalloh. Yo'q, men rasm hech kimga tashlamayman. Shuvoy ko'rib tursiz, nima qilasiz rasmni? Rahmat, faqat qiz bo'laman demang.
Yo, nimaga? Yosh ayolman hali. Tanda tanda hayotda chekanda kelar ekan. Nima edi u? 18 yosh qizdaysiz-u. Конечно. Jigi jigi aka. Assalomu alaykum. Ikkita farzandim bor degani Farruh aka. Bittasi bolalaringiz nechta deydi. Ikkita dedimda. O'ng ko'zim va chap ko'zimda. Paxlava pishganda, balandi tanda, qorin achiganda. Yaqin aytardim endi bilmasangiz qochadida. Qorin achiqqanda ketar ekanda boshdan aql deydi-ku. Xudo. Kerak bo'lmaskan paxlava kuyganda. Yo, nimaga kuygani ham mazali bo'ladi, qisir bo'ladi-da. Bitta po'stinini shilib kesib olib tashlasangiz kuygani ketadi. Yana yesa bo'ladi, paxlava ichigacha kuymaydi-ku. Farruh aka, o'zim ham bilmayman, shu qachon ketarkanman deyapti. Men hayratda deydi. Abbas aka, nima bo'ldi? Yuragingizni ushlab qoldingizmi nima bala? Qayerga ketasiz? Ishqib dunyoni to'rt burchagida. Hayot davom etadi. Shu jonini ushlab o'tiribdi o'xshaydi. Yurakda ham jonim og'riyapti deymiz-ku. Menimcha shu jonini ushlab qoldi o'xshaydi-da. Qayerga olib ketasiz? O'zim ketyapman-u. Marat, yaxshimisiz? Monika. Monika qursin, Monika. Juda yuragini ushlaganlar ko'p ekan. Moni deb tushida Monini ko'rib chiqayotganlar bor o'xshaydi. Qanday? Nima bo'ldi Farruh aka? Endi boshingiz og'riyaptimi? Boshingizni ushlab qolibsiz. Peshonangizni. Mana o'shami? Moni deb chiqqansiz o'xshaydi. Kecha yozuvchi Moni deb chiqmagansiz. Siz yong'oq deb chiqqansiz. Ya yong'oq deb chiqqansiz, yo paxlava. Paxlavaga qara kuyib ketdi. Qonim ochiq ketdi degandirsiz. Paxlava qani menga paxlava. Moni paxlava ber degandirsizda. Topolmay qoldimmi? Nimani topolmay qoldingiz, tushizmi? Cheksizlik aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz akam? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Qayerdansiz? Moniydi. Paxlava bilan kuydirdingiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Tentak. Gapirmang. Allohim, hayotda shuda endi jinnini yoqib olib yuramizda endi. Tushunmadim opa. Hay, nimani tushunmadingiz? Xudo. Kimlarnidir kecha yong'oq kirib chiqqan tushiga, kimlarnidir paxlava kirib chiqqan tushiga. Yo, nimaga ukam? Hurmatingiz bor. Balkon yong'oq sotamiz, yong'oq bor.
Asablarim buzilib, aytyapman bugun meni o'zgartirdi. Bego'da endi nima qilyapman Sherzod aytaymi? Yong'oq sotyapman, reklama ketyapti. Yong'oq reklamasi. Kecha yong'oq sotganman. Ya rostdan ham Bego'da yong'oqni reklama qilgandim. Kecha 3 ta klient chiqib ketdi. Yong'oq bormi deb. Xudo. Men ham shu hurmatimni ko'rmayapman-da shu. 14 mingdan kelasi yong'oqda. Toshkentdan. Hurmatingizni cheki yo'q kam. Shu ketishda oxiri Bego'dan chiqib ketmasam bo'ldi. Menmi? Inson bir xil tempda yurmaydi, baribir o'zgaradi, tan olish kerak. Kurslashib qoladi. Negativ gaplar ko'rsa. Negativ gaplarda aka. Negativ gaplar ko'tara olmayman. Yong'oq sotaman, yong'oq. Kimga necha kilo yong'oq? Podpiskani hammadan qaytarib oldim. Hammadan. Bitta ustozim bilan shu dugonam qoldi shu. Begoni yaxshilab o'ylab olaveray. Bittasi emas, hammani chopdi bu. Aytmang Farruh aka. Hammani chopib chiqdim. Qaysi bir oxirida ko'kararkan deb o'tirib